Bugun sizlar bilan Onyx mashinasini texnik taraflarini birgalikda obzor qilib chiqamiz. Qatdan moy quyiladi-yu, qatdan to'kiladi, barchasini birga ko'ramiz. Birinchi bo'lib, mashinaga eng muhim narsa motor haqida gaplashamiz. Motori turbina motor hisoblanadi. Bunga 0,20 suyuq moy quyilishi kerak bo'ladi va bunga 4 litr moy ketadi. Bizning moyxonaga kirib kelgan har bir mashinani moyini, eski moyini to'kishdan oldin uruvinni tekshiramiz, ya'ni eski moy qanaqa holatga egaligini bilib olamiz. Uni bilib bo'lgandan keyin bemalol eski moy quyiladigan joyda mana shu mashinama orqali havo urib, hamma oxirgacha maksimal darajada eski moylarni motordan chiqarib olishga harakat qilamiz. Endi mashinani havo filtriga yuzlanamiz. Havo filtri xuddi shunaqa shaklda, ko'rinishda bo'ladi. Buni har moy almashtirishda havo filtr plus salon filtr almashtirishni tavsiya qilamiz. Havo filtri vazifasi motorga toza havo yetkazib berish. Tormoz sistemasi haqida gaplashamiz. Tormoz sistemasi yaxshi ishqalanishi, yaxshi ishlashi uchun bunga suyuqlik kerak bo'ladi va 4 rusumli suyuqlikni quyish tavsiya qilinadi. Almashtirilganda ham 1 litrgacha suyuqlik ketadi. Buni har doim ham almashtirilmaydi. Kerak paytda almashtirish kerak bo'ladi. Antifriz bilan oyna suvi haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi antifriz vazifasi mashinadagi motor sistemasini, tizimini sovutishdan iborat bo'ladi. Bunga agar almashadigan bo'lsa, 5,5 litrdan 6 litrgacha antifriz ketadi. Geonic Plus antifrizni quyganingiz ma'qul. Har 2 yilda yangilasangiz, agar sifatli antifriz qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Oyna suviga keladigan bo'lsak, oyna suviga o'zingizning ta'bizga ko'ra yaxshi hid chiqaradigan yoki oddiyroqni qo'ysangiz ham bo'ladi. 3 litr atrofida oyna suvi ketadi. Mashinaning ichidamiz, ya'ni salon filtrini almashtiramiz. Salon filtri vazifasi tashqaridan keladigan havoni filtrlashtirib, salon ichiga toza havo yetkazib berishdan iborat. Eskisini ko'rib turibsizlar, uje axlatlarni yig'ib olgan. Endi buni o'rniga o'zimizda sifatli, yaxshi salon filtrini qo'yib beramiz. Korobka moyiga tepa tarafdan moy quyiladi, ya'ni havo filtri idishini olib turgan holda o'shda aynan moy quyish uchun joy bor. O'shda 7 litr moy ketadi bu mashinaga. Hozirgi kunda Carlin moy quyish markazida aksiya e'lon qilingan, ya'ni J mashinalar uchun korobkasiga 7 litr moy ketadigan mashinalarga 8 litrni 700 gramm simdan qilib beramiz. 1 litrga korobkani chay beramiz. Kalotka balonlarga yuzlanadigan bo'lsa, kalotkani har 20 ming 25 ming kilometrda almashtirishni tavsiya qilamiz. Carlin'da barcha moy quyish markazlarida bunga, ya'ni Onyx ga to'g'ri keladigan kalotkalar ham va shu razmerda 205-60 R16 dyumli shinalarni bemalol topsangiz bo'ladi. VMAX brendiga ega balonlar ham bizda bor. Hamma yangi ishlab chiqarilayotgan mashinalarda pastda zashitkasi bo'ladi. Zashitkasini har doim yechib turiladi moy almashtirish uchun va aynan shu yerda motorda moy saqlanadigan poddom joylashtirilgan. Shu yerda rezbasi, ya'ni bolti bor. O'shani yechgan holda eski moy to'kib yuboriladi. Tepadan boya aytgandek havo urilib, eski moy tashqariga chiqarib tashlanadi. Va yana xuddi shu boltni qotirilib yopiladi. Bu yerda filtr bor, ya'ni moy filtri. Moy filtri ham har doim moy almashayotganda almashtirish kerak bo'lgan omillardan bittasi. Toplivni filtr bilan pampersga keladigan bo'lsa, har 20 mingni almashtirishni maslahat beramiz. Bularda bak ichida turadi.